Salom aziz o'quvchilar, o'tgan darsimizda 5 daqiqa ichida rus tilida to'g'ri salomlashni o'rgangan edik. Bugun esa rus tilida to'g'ri xayrlashni holatlar yordamida o'rganamiz. Xayrlashuv ham salomlashuv kabi juda ham muhim va uning yordamida siz o'zingiz haqingizdagi to'g'ri taassurotni qoldirishingiz mumkin. Tasavvur qiling, siz ishxonada yoki rasmiy uchrashuvda hamkasbingiz yoki bo'lmasam notanish odam bilan mana bunday qilib xayrlashgan bo'larmidingiz? Хорошо, брат, давай, увидимся. Bu holatda ishchi to'g'ri xayrlashdimi? Albatta yo'q. Uni o'rniga bu iboralardan foydalansa to'g'riroq bo'lar edi. До свидания, всего доброго, удачного дня, было приятно общаться. Bu so'zlar yordamida suhbatdoshingizga bo'lgan e'tiboringizni va hurmatingizni ifodalasangiz bo'ladi va bu holatda aslo paka deb xayrlashib bo'lmaydi. Bu noto'g'ri va hurmatsizlik belgisi bo'ladi. Ладно, пап. Хорошего дня. Bu holat to'g'rimi? Albatta, agar siz oila a'zolaringiz yoki yaqinlaringiz bilan xayrlashayotgan bo'lsangiz, bu iboralardan foydalansangiz bo'ladi. До свидания, увидимся, хорошего дня, береги себя. Agar Telegramda yoki ijtimoiy tarmoqda kim bilandir xayrlashmoqchi bo'lsak, qanday iboralardan foydalansak bo'ladi? Всего доброго. Было приятно пообщаться. Bu holatda ham hammasi juda ham to'g'ri. Va bu yerda biz yana boshqa iboralardan foydalansak bo'ladi. Misol uchun, давай, погнал, погнали, чао, bye, удачи, брат. Bu iboralarni ham biz do'stlarimiz bilan, yaqinlarimiz bilan xayrlashayotganda yozishmalarda ishlatsak bo'ladi. Lekin siz suhbatingizni, ya'ni yozishayotganingizda siz rahbar bilan yoki notanish inson bilan yozishayotgan bo'lsangiz, bu iboralardan foydalanish noo'rin bo'ladi. Shuning uchun har doim xayrlashayotganimizda va salomlashayotganimizda kim bilan gaplashayotganimizni bilishimiz juda ham muhim. Agar bugungi darsimiz ham siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.